zo'r narsa ko'rsataymi sizlarga. Dahshat narsa rostdan ham bor-ku. Dvoykani chempioni. Mana materiali bor-ku. G'alati ekan bor-ku. Короче, hech narsa yo'q deb turadigan narsani ko'rganmisizlar, kiyib ko'rganmisizlar? Men lekin unaqasini ko'rmaganman, lekin hozir mana ko'rib turibman endi. Qisqasi bor-ku. Umuman stilida yo'q deb turar ekan. Yengil Adidas yangi brendida mana bunaqa kelgan. Adidas deb yozuvlari yo'q, lekin chiroyli futbolka ekan. Juda ham chiroyli. Kачествоsi ham zo'r ekan, lekin bor vangi yo'q. Mana bu turkosi ham-chi, вообще zo'r ekan, turkosi mana. Urban Sport. Adidas Urban Sport ekan bu. Zo'r ekan. Orqalari ham chotga tikilgan. Materiallari bor, вообще zo'r. Oldingilidan ham zo'r ekan, lekin lekin modeli menga yoqdi. Chiroyli ekan, mana ozgina mana bu seriy stavka qo'yilganda, mana bu Urban Sport deb yozilgan. Keyincha bunga zo'r futbolkalar bor. Отдельно futbolkalar ham tanlasak bo'lar ekan. Kerak bo'lsa sizlarga mana bu tepasi, bu tepa past komplektlar. Razmerlari 2 dan 6 gacha. Mana bu 6 gacha ekan razmer. 6 gacha. Razmerlari. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Yangi brendda. Mana bunaqa qo'yilgan ekan. Adidas yozuvi yo'q ekan buni. Chiroyli narsa ekan, lekin menga futbolkasi вообще yo'q-da. Rostdan ham qo'l ushlasachi yo'q-da narsa bo'lar. Ichidan olib ko'raman. Mana ichidan olganimni qana bo'lar. Mana buni kateleganda bu. Voy, yirtib yuboryapti Xitoy, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Вообще yirtib yuboryapti Xitoy bor-ku. Modellarni chiqarish. O'shancha ham ko'pchilikda savdo bo'lyapti-da, mana shunaqa neobычный narsa chiqazgani uchun. Hammaga yoqyapti, yoqqandan keyin oladi odamlar. O'zimiz ham shunaqa biza. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Kelaverasizlar, sizlarga bularning narxini 350 ming so'm qilib beraman. Gruppadiylarga o'rtoqlar. Eshitinglar yaxshilar. Bu yerda qimmat 450 ming so'mdan baland bo'ladi bo'ygalar. Agar gruppadan kelib olsanglar 350 ming so'm. Ancha arzonga aylanadi sizlarga. Manzilimizni bilasizlar, Abu Sahih Center 2-etaj B20. Fiorenti Milano do'koni. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.